Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 3-iyun sanasi Moskva vaqti bilan soat erta bilan 7:29 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 7319 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiya Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kurs hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz hozirlarga mana shu ekranda ko'rib turgan Telefonlar yomg'iri Anjirpayda mega aksiya boshlandi. Endi Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazib, zamonaviy smartfonlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Omadli o'tkazma aksiyasi. Har $100 naqd pul o'tkazmasi uchun sizga bitta anjir beriladi. Qanchalik ko'p anjir yig'sangiz, yutish imkoniyatingiz ham shunchalik oshadi. Aksiya davomida 15 dona Samsung Galaxy A07 o'ynaladi. Har 10 kunda jonli efir orqali g'oliblar aniqlanadi. Random dasturi orqali 5 nafardan g'olib tanlanadi. Referal marafon ham sizni kutmoqda. Do'stlaringizni Anjirpayga taklif qiling. Reytingda yuqoriga ko'tariling va quyidagi sovrinlardan birini qo'lga kiriting. iPhone 13, Samsung Galaxy A37, Redmi Note 15 Pro. Aksiya muddati 24-maydan 24-iyungacha. Anjirpay bilan pul o'tkazing, do'stlaringizni taklif qiling va telefonlar yomg'irida siz ham g'olib bo'ling. 11 ta program bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'rib turgan 15 ta program bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Undan avval esa biz birinchi o'li O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Birinchi o'li O'zbekistondagi dollar kursidan boshlaymiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,193,000 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 euro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,386,886 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 162,965 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbek so'miga 259,662 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 24,286 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 136,420 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda obuna bo'lish tugmachasi turibdi. Shuni sizga bir marta bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Qadrli kanalimiz obunachilari, biz sizlarga Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini Anjirpay programmasi orqali ko'rsatishni boshlaymiz. Ushbu Anjirpay programmasida hozir mega aksiya ketmoqda. Ya'ni shu programmada siz Samsung Galaxy A07 telefonini yutib olishingiz mumkin. Buning uchun shu programma orqali siz $500 har $100 jo'natganingizda sizga mana bu yerda yozyapti, mana $100 jo'natganingizda sizga bittadan anjir beriladi. Bu har bitta anjir sizni telefon yutib olishingizga bitta imkoniyat hisoblanadi. Misol uchun siz $500 jo'natadigan bo'lsangiz, sizda Samsung Galaxy A07 telefon yutib olish uchun 5 ta imkoniyat bo'ladi. Har 10 kunda mana shu Anjirpay programmasi orqali g'oliblar onlayn, ya'ni jonli efirda aniqlanadi. Bundan tashqari referal marafon orqali, ya'ni sizga podrobni tugmasini bosadigan bo'lsangiz, sizga silka beradi. Silka orqali siz do'stlaringizga jo'natsangiz, do'stlaringiz mana shu Anjirpay programmasini siz silkangiz orqali registratsiyadan o'tib, mana shu programmada 5000 rubl ishlatadigan bo'lsa, ya'ni biror narsaga to'lov qiladigan yoki xohlagan davlatga pul chiqaradigan bo'lsa, sizga mana shu odam ham sizga bitta imkoniyat hisoblanadi. Bunda ham har 10 kunda bittadan g'olib aniqlanadi. Bu marafonda, ya'ni referalniy marafonda iPhone 13 telefoni, Samsung Galaxy A37 telefoni hamda Redmi telefonlari ishtirok etadi. Har 10 kunda bittadan telefon o'ynaladi. Mana bu oddiy pul jo'natganingizda bittadan anjir beradigan desa,
17 ta Samsung Galaxy A07 telefoni bor. Shulardan bittasini yutib olishingiz mumkin. Bu programmani qulayli tarafi hozirgi kunda Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi ham, eng baland rubl jo'natish kursi ham aynan shu programmada siz qolgan programmalarga nisbatan ham kursdan yutasiz, ya'ni pul jamg'arib olasiz. Bundan tashqari siz hech narsa yo'qotmaysiz, telefon yutib olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Biz hozir sizlarga dollar jo'natish kurslarini aytib o'tadigan bo'lsak, 7416 rublimiz O'zbekiston barcha viza hamda naqd pul o'tkazmalariga $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Zolotoy Karvondan ko'rsatib o'tamiz. Zolotoy Karvonda $100 kursimiz 7592 rublni tashkil etmoqda. Sendi programmasi $100 kursimiz 7576 rublni tashkil etmoqda. Merporeligida $100 kursimiz Uzbek promokodi bilan 7534 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 7580 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Ubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Ubor programmasi $100 kursimiz 7550 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MP programmasini ko'rsatib o'tamiz. MP programmasida ko'rishingiz mumkin. 7416 rublimiz O'zbekiston barcha viza hamda naqd pul o'tkazmalariga $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Pagram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Pagramda 7416 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Endi esa QuickPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. QuickPay programmasi 3-4 kunlik dam olishdan so'ng mana yana qayta ish faoliyatini amalga oshirishni boshladi. Va ko'rishingiz mumkin, nazar tez boribmiz, uzr. Promokodga ham foydali terib ko'ramiz. Yana qaytadan ishga tushdimi, tushmadimi ko'rib o'tamiz. Va mana amalga oshmadi, ya'ni qayta ishga tushmabdi. QuickPay programmasi $100 kursimiz 7520 rublni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinadiki 2026-yil 3-iyun Moskva vaqti bilan soat 7 bilan 7:36 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu har doimgidek Anjirpay hamda MP programmalar bo'lmoqda. Ya'ni Anjirpay programmasida ko'rishingiz mumkin 7416 rublimiz O'zbekiston barcha viza hamda naqd pul o'tkazmalariga $100 bo'lib ketmoqda. Xuddi shunaqa kurslar aynan MP programmasida ham ketmoqda, ya'ni 7416 rublimiz O'zbekiston barcha viza hamda naqd pul o'tkazmalariga ham MP programmasida $100 bo'lib ketmoqda. Yana bir sizlarga foydali ma'lumot aytib o'tamiz. Anjirpay hamda MP programmalar orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga naqd pul o'tkazmasini, ya'ni dollar jo'natadigan bo'lsangiz 7 talik kod bo'ladi va O'zbekistondagi 3 ta bankdan Mikrokredit bank, Garant bank va Universal banklarda shu pul jo'natmasini bemalol naqd pul ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani komissiya haqqini 1 rublni ustiga qo'shib bir yo'l hisoblab aytib o'tib ketamiz. Anjirpay programmasidan boshlaymiz. Ushbu Anjirpay programmasida 10 rubl komissiya haqqi olinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160 ming so'm bo'lib tushmoqda. Keyingi programma Salom Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya haqqi olinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 158 ming so'm bo'lib tushmoqda. Keyingi programmamiz MP programmasi bo'ladi. Shu programmada 14 rubl komissiya haqqi olinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160 ming so'm bo'lib tushmoqda. Keyingi programmamiz Merporeligida programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya haqqi olinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 157 368 so'm bo'lib tushmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Avosend programmasi mana yana ishlashni boshladi. Kecha ilgari kuni shu programma ham nimagadir texnik nosozliklar bilan ishlamay qoldi. Bugundan xudo xolasa inshaalloh ishlashni boshladi va ko'rishingiz mumkin.
Ausent programmasida 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 153.903 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz QuickPay programmasi bo'ladi. Shu programmada ham 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 161.044 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1097 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinkoff programmasi bo'ladi. Shu programmada hech qanaqa komissiya qolinmaydi, ya'ni har oy sizga 20 ming rublgacha limit beradi, ya'ni 20 ming rublgacha siz pul jo'natganingizda sizdan hech qanaqa komissiya olinmaydi va 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 154.637 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Korona programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekistonning barcha plastik kartalariga 158.847 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sendi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 158 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 158 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 159.604 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi 1000 rublimiz 154.920 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi 1000 rublimiz 152.980 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Xalqbank plastik kartasi 1000 rublimiz 152.980 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi 1000 rublimiz 152.980 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Mikrokredit bank plastik kartasi 1000 rublimiz 152.980 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Uzumbank plastik kartasi 1000 rublimiz 155.112 so'm bo'lishmoqda. Bundan ko'rinadiki 2026-yil 3-iyun Moskva vaqti bilan soat 7 bilan 7:41 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi va programmasi bu har doimgidek Angelpay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada atigi 10 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160 ming so'm bo'lishmoqda. Undan keyingi eng baland MPay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada atigi 14 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160 ming so'm bo'lishmoqda. Kimgadir yoqar lola, kimgadir gul shaydos deganlardek, kimga qaysi programma udobniy, qulay bo'ladigan bo'lsa, shu programma orqali jo'natishlarni so'rab qolamiz. Bizning shaxsiy tavsiyamiz Angelpay hamda MPay programmalar bo'lmoqda. Bulardan nafaqat eng qulay kurslarda pul jo'natish, bundan tashqari hozirgi kunda Samsung telefonlarini yutib olish imkoniyatiga ham ega bo'lishingiz mumkin. Bitta o'q bilan ikkita quyon urasiz. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashlaringizni aytamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.